Biz Şimalda Böya kabilesi bilen chegirdosh. Ular mening taxtimga, tojimga, saltanatimga va tuproqlarimga ko'z tikibdi. Janubda Dilakxon Sultan Mahmudning yordami bilan Qashqadin, Xotandin, Balasag'undin va Samani davlatining janub chegirasidan bizga hujum qilyotdi. Biz urushga tayyor turishimiz kerak. Shundaqla nurg'un qon to'kishimiz kerak. Bo'lmaydi ekan turklarning sultoni Sultan Mahmudning talablarini qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Qanday qilsak ular? Meningcha Ibn Sinoni Sultan Mahmudga hadiya qilayli. Eng yaxshi amalimiz bu. Padişahның qarori keskindir. Allah her daim aliylerimizga yordam qiladi. Bu qalayimqanchilikda o'g'illarimni menga qarishtiryapti. Ular zindonga tashlansın. Hayotimning oxirigacha ularning yuzini ko'rgim asla yo'q. Padişahның qarori keskindir. Allah her daim aliylerimizga yordam qiladi. Şeyh İbn Sina keçip ketipti. Çataqning cho'ngi chiqdi. Davlat kutubxonasi butunlay ko'yib ketibdi. Kichik shahzodaning deyishicha o'tni Ibn Sina qo'yibdi. Sultan Mahmudning himoyasida rohat farog'at yashash uchun turk eliga qichib ketibdi. Nima? 100 odamni izlashga avatinglar. 200 odamni guruhlarga bo'linglar. 40 guruhga bo'linib darhol izlab topsin. To'xta. Shahzodalar yenimga keltirilsin. Ularni Alloh qo'g'dab qoldi. Ularni jazolayamay qoldim. Ibn Aziz, Ibn Sinoni, menga tip akilim. Labbay alilri. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Çok canlı yigit o'p ketibsan. Allohning iltifoti bilan.
Pachaman keldingizmi? Alhamdulillah Kahya. Meni tanıyaldыңызmı? Albatta o'g'lim. Sizni obdan tanıyman. Rahmatli dadingiz doim gapingizni qilardi. Nima? Dadam vafot bo'ldimi? Tek bilmem tanış. Hopla. Kechiring. Bundaq bir xabarni sizga bu holda yetkazmasligim kerakdi. Meni kechiring. Astagfirullah. Mana ishining. To'xtang, ketmang. Dadingizning o'limi sizga og'ir keldi, bilaman. Ammo to'xtang. Temkin bo'ling. Onangizga tasalli bo'lishingiz kerak. O'zingizni tutaylang. Dadaning o'limi avlodi uchun og'ir kelganligini bilaman. Ammo bu siz uchun bir yangi boshlanish. Assalomu alaykum ana. Men salom qilishdan burun dadangizga salom qiling. Hayot vaqtida erishgan hurmati vafot topgandan keyin davom qilsin. Qanday vafot bo'ldi? Jinoznamizini kim o'qidi? Shuncha aldirab kelgan bo'lsam-mo, yana kechikib qoldim. Dadamning bitobli xabarini menga boshqalar yetkazdi. Bizni o'rdaga kirishga yo'l qo'ymaganlik uchun amal yo'q boshqalar yetkazdi-da. Jinim ana, men u yerga amalsizlikdan berib qoldim. Ular ilmingizga muhtoj. Sizga emas. Onun iş kemidi. Kelyapti. Demek sizin kararınız İbn Aziz'nin davamlı vazir bo'lishi shundaqmi? Shunda qarindishim. Oningdanmi yaxshi bir vazir topqicha. Mening qararim uni o'ltiritish. O'ltirib qutlaydi. Dadamning yonida uningdan yaxshi vazir yo'q edi. Uni ko'ra ko'zimni qamidi. Doim ko'zimga qarasla, hamma ishni bilib qolgandek his qildim-man. Ansirmang. Hal qila olamiz qarindishim. O dadamga hamma odamdan bakarak yaqinligini obdan bilaman. Uni menga topshiringlar. Va menga ishoninglar. Kelyapti-da. Meni chaqirtibsizlar. Yasson.
Şahzademiz. Men sizlarning dadanglarning o'limiga sizlardimi bakrak qayg'uranmasammi? Men nihoyat cho'nqur qayg'uda. Sizlardan o'tinadiganim meni o'z tarafinglarga elinglar. Dadanglarning qoldirgan davlati sizlarga xayrlik bo'lsin. Bu aldamchi matem kim kiyapti? Dadamning o'lmagi cho'nqur qayg'uda ekanligini aytdi. Bu bir aldamchilik. Men qo'yib beringlar. U yerda turmay, ichga kiring vazir. Nimaga tursiz? Men endi hech kimning vaziri emas. Pekar bir zamonlarda Allah'ның rahmeti bilen dadanglarning vaziri edi. O Allah'ның rahmetiga ulaştı. Hazır başka bir padişah var. Şah ve sultanlarning vazirlerini miras qilib qoldirganligini nurg'un anladım ve ko'rdim. Endi siz İbn Aziz Mansur, İbn Nuh, Nuayib İbn Mansur'un oğlunun veziri bo'lasiz. Günahlarımni afo qiling. Padişahlar miraslarını cho'ng o'g'liga berdi. Vazirlarga emas. Javobini beraman. Ammo hozir sizdan bir savol so'rayman. Aldı bilen onun sualının cevabını berem. Savrchan bo'ling. Rahmatli shoyimiz qanday vafot bo'ldi? Kesel sabablik. Çünkü orada hakimimiz İbn Sina yok. Bayqaş qiyin bo'lgan bir keselge giriptar olgan edi. Vazir texim rastçıl bo'lish kerak. O'ylaganlaringizni rastçılık bilan ayting. Javob bering. Javob beramayman. Men javob beraman. Hey! 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 İbn Aziz Sina geldi. İbn Aziz Sina geldi. Çoğun oğluğa dediniz, şundaq mı? Qaysimiz çoğun oğul?
Endi oxirlashdi. Cho'ng o'g'il u emas. Siz hayron qilyapsiz. İbn Mansur nemishqa mirosini cho'ng o'g'liga qoldirmadi? Nemishqa qoldirmaganligini hech tushunmadim. Hayron qolguchiligi yo'q. Bu taqdirning qismati shundaqmi? Podshoning birdan-jiq bolalari bo'ladi. Sizning savolingizga javob berdim. Sizmi mening savolimga javob bering. Samani davlatining podshohi nemishqa o'ldi? Kasal sababidanmi? Yo'q. Yo'q. Ikki o'g'li, ikki shahzoda uning jinini qasildi. Oxir qandoq bo'ldi? Suiqasdlari amalga oshdi. Bolalari nima oqibatga qoldi? Dadisini o'ltirganligi uchun jazosini sizdan tatdi va taxt sizga qoldi. Jasadlarni yuyib tarab, tuproqqa qo'yinglar. Ikkisining namozini o'zim o'qiyman. Hakim İbn Sina Buxaradan qochib ketmaslik kerak. Uni Buxaraning hamma yerdan aqtiringlar va mening oldimga kelinglar. Tushunishga bo'ldimi? Uni Turk sultoniga sotaman. Noib İbn Mansur va uning vazirlari nima qila oladi? Bir dada, bir podshoh bolalari tarafidan o'ldirildi. O'g'illarining biri qolgan ikkisini o'ldirdi. Mahmud G'aznaviy uchun go'zal bir hikoya bo'lib qoladigan bo'ldi. Hürmeysen o yol kayakta. Ebu Ali Sinan'ı izlavatamsizlar. Sual sormay cevap be. Başqacha o'ylanib qolmanglar. Uni izlavatamsizlar dedim xolos. Men uni ko'rdim. U menga o'zini tanishtirdi. Bu atrofda uni o'zini bayqidik. Yaqin atrofda qildi. To'xtanglar. Sen İbn Sina'ni tutamsan? Mendan ussizlik so'radi. Biz o'ltirib mungdashdik. Menga o'zining
Buxaradan kelganligini aytdi. Acaba sizlar podshohning avatgan odamlar o'xshamamsizlar? Buxaradan qochgan bo'lsa, nima ketdi? O'rmaysan o yo'li, qaysi tarafda? Bu yerga ketganligini qanday bilasizlar? Savol so'rama dedim. Meni kechiringlar askarlar. Menga Afshanni tug'ilganligini aytgan edi. Tushundim. Demakki, Afshan ketibdi. U yoq qandoq bordi? Bu tarafdan. Mayli. To'xtanglar. Har yo'lning ikki ochiq yo'linishi bor. Qaysi tarafga ekanligini so'ramay, g'arb tarafga mangdinglar. Sağım ikki yo'l bor. Hayot qilish va o'lim. Hayot qilishning yo'li qaysi tarafda, o'limning yo'li qaysi tarafda deb so'rmaysan-ku. Bilsangiz siz aytib beqin. Agar Ibn Sinan Afshanni topa olsak, hayot qilsin. Tushundingmi? Mening hayotim sizning ilkingizda emas. Bilib qo'ying. Meni kechiring. Dadangiz bilan yolg'iz qolganligingizni bilmabdiman. Sizni Buxoroda deb o'ylabdiman. Alloh dadangizning yotgan yerini jannat qilsin. Salom soatmi yo'q? Nega ketyapsiz? Notanish odam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uy egisiga deydigan muhim gapim bor edi. Darhol uni bilan ko'rishim kerak. Uy egisi men shu. Ha? Shayx Abu Ali Sino siz bo'lamsiz? Ha, yo'q. Men uy egisi. Lekin men Shayx Abu Ali Sinoni izlayman. Nemishdi? Podshohning askarlari uni izlayotdi. Men ularni boshqa yo'lga boshlab qo'ydim, lekin qaytib kelishi mumkin. Uni izlayotganligini jazmlashtira olamsiz? Bu uyning egisi Shayx Abu Ali Sino bo'lsa jazmlashtira olaman. Ha, bo'ladi. Qaytib keting. Xo'shansa. Xabarni oldim. Qaytib kelsangiz bo'ldi. Men qaysam yaxshi bo'lg'idek ustoz. Qizim, hargiz ansirmang. Alloh uning bilan billa. Hech ish bo'lmaydi. Ansirmidim. Qaytib dadangizga havola qilib qo'ying. Kechsa bizga kelsin.
Men baramayman. Çünkü Hüseyin'in dadısıga 40 gün öyden çıkmaslıkka vədə bergen idim. Buludu, yetkizip koyman. Kahyanın degenlerini anıldınız. Vaxtımız bək kız. Onu padişahның adamları izdawatıdı. Emni qaytang. Ana siz bilen deyişidigan nurgun geplerim ba. Mening o sizlan deyişidiganlarım ba. Bilisiz Samani askarları sizni izdawatıdı. Bilemen. Çünkü ben saraydan kaçtım. Hürmesiyada kalsanız bulmaydı. Sizni tepip aladı. Ketişiniz gerek. Әтәттеген yolga çıkın. Ettigen ma. Ana men tek yengili seferden kaytıp geldim. Sultan Mahmud'mu sizni izdawatıdı. Ularga ihtiyaçlıq bolğаны siz emas, biliminiz. Sizden yeninizde kalımen ana. Əfsus siz menden o muhim. Bir işqa duş kelgenligiz üçün ketişiniz gerek. Neymiş? Sizge deyişken kızның ahvalını bilişimiz gerek. Ana, hazır bu geplen deyişidigan vaqt emas. Dadam yaqında vafot bo'ldi. Keynimde meni izdavatqanlar ba. Anam bo'lsa matemde. Nima degan nachar kunlar bu? Kichik vaqtinglarda bir-biringlarga amroq edinglar. Balki bugun sizlarning eng oxirgi qitim ko'rishinglar bo'lib qolish mumkin. Ondaq demang ana. Ondaq demang ana. Demakchi bo'lganim, siz menga yo'l nihoyat uzun bir yo'l va nurg'un jafo mushaqqatlik. Hech qachon bir yerda turib ololmaysiz. Sizning bilimingizning kuchi podshohlarni o'ziga jalb qiladi. Meni bu yo'lga siz boshladingiz ana. Pushaymon qilmayman. Savolimga javob bering. Uni xohlamsiz? Safarimning mushaqqatligini dedingiz. Basadigan nihoyat uzun yo'llarim bor. Tex bu yo'lning yerimig'ini berib olamadim. Sizga jo'r bo'lgan kishi sizga ham yo'ldosh bo'lishi va billa jon bera olishi kerak. Buni sizlik qila olasiz. Sizdagi bir ayolni nerdan topib qilib olsin? Uning nomida da'votiman. Bak ko'p paranglashdik. Siz uni xohlamsiz? Alloh guvoh bo'lsin, xohlayman. Agar bahos haqida so'zlashish maqsadi bo'lsa, kelsin. Qancha beralaysizlar?
Hakim ibn Sina Samani davlatining podshohining qo'lidimi? Sultan Mahmud hakimga qancha dinar beralaydi? $700 dinar. Vazirim, Samanivi padişahının oyunu yetkizib qo'ying. 7sini qabul qildik. 100ni qabul qilmaymiz. 100ni 1000ga o'stiraylik. 1000ga. 7 altın dinar mı? Bu bahani sultanımız yetkiziş için cesaret ketidi. Cesaret emas, yürek ketidi. Ben de bakay. Belki bir işki razı bolup qelishi mumkin. Ama bu ahvalda amanet elish uchun jazman o'zi keladi. O chaqda Abu Ali Sina o'rtada bo'lmay qolsa, qanday qilasizlar? Agar rastilla shundaq ish yuz berib qolsa, kallamni talab qilsanglar bo'ladi. Degan fidyaronlarning qimmati yo'q ekan. Agar rastilla shundaq ish yuz bersa, padişahning kallasini talab qilsanglar bo'ladi. U kallani kimdan talab qiladi? Menden. Bu xabarni yetkizma. Bu 7000 dinardan dallalga qanchalik beramiz? Aqlsiz vazirlarning kallasi qanchaga yarmoqchi edi? Hakimni tepanglar. Türklerning ko'zlari bizning ziminimizda. Ular bilan aramizda arliq qag'ini yaxshi. Aliler onunga do'stlik bildirgan-ku. O chaqda shahzod edim. Ammo hozir o'zgardi. Agar hakimni topolmasak, ya sizning, ya mening beshim omon qolmaydi. Ey Mansur, Samaviy davlatini tugashtirding-da. Hayacanlı atamsız. Shundaq ana. Bir kechada hamma ish bitib ketdi deb o'ylayapsiz. Avval uni so'rashimiz kerak. Ondan dadisi bilan ko'rishim kerak. Va imom kelib nikoh o'qish kerak ana. Yo'lning bütün xarajatlarini tayyorlab, atdiganda ayolim bilan yo'lga chiqmasam bo'lmaydi.
Dadamning tuprog'ini, Urmaysani, Buxaroni va onamni tashlab ketishim kerak. Qandaqmi hayajonlanmay tura olayman, ana? Ular rostili kelarmi? O bundaq bir taqdirni qabul qilarmi? Nimishqa kelmagidak? Nimish qabul qilmagidak? Agar ayolingiz bilan bu uydan ayrilish taqdiringlar bo'lsa, nimishqa hayajonlansiz? Ko'nglim menga sana oid bir ayoling bo'lishi sening taqdiring emas deyotdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Ichib kiraylik. Bilaman, qoida bo'yicha yigit qiz tarafning uyga berish kerak edi. Ammo Husaynning Hurmaysada ko'zga chiliqib qolmasligini va marhum dadasining huzurida so'zlashni xohladim. Qani kiringlar. Dadingizga haqiqatan o'xshaydi ekansiz. Sizning qizingizmi qusursiz bir qiz. Dadasi so'zlashgan bo'lsa, to'limi yaxshi olgan bo'ladi. Ammo hozir aramizda bo'lmay qoldi. U bu to'yni ko'rishni baxolaydi. Husayn mu'ati Hurmaysadan ketishga majbur bo'lib qoldi. Uni izlayotganlar bor. Qachongacha izlaydiganini bilmayman. Balki umrining oxirigacha izlar. Şuna oğlumga daim yine de bulalaydigan bir jo'ri kerak. Husaynning ayolining aramxuda bir turmushi bo'lmaydi. Husayn taqdir dishini izlayotdi. Husaynning onasi, olimlarning ayollarining turmushi ularning turmushidan qiyin bo'ladi. Husaynning ata ayolini billa ilib mangusi bor. Agar qizim qabul qilsa, ishini men ochiqum qabul qiladi. Billa yo'lga chiqsa bo'ladi. Qiyinchiliklarning yo'ldoshi bilan birga bo'ladi. Ammo qizim boshqa bir gapni da'vatida. Agar kelin qiz ketishga tayyor bo'lmagan bo'lsa, Husayn orliqda kelib ayolni ilib ketsa bo'ldi. Uningda texmi yaxshi o'g'rik. Undaqda Ibn Sina qachon qaytadi? Bilmayman. Bir oydan keyinmi, bir yildan keyinmi, zodi qachon? Uni bilmaydi. Shunlashqa ayolni bila ilib ketish kerak. Qizim, agar to'y qilsanglar eringiz bilan ketishga rozi emasmisiz? Bilishimcha, ikkisi kichikidinla bir-birini yoqtiradi. Bu xayrli ishqa yoqdimanglar. Husaynning onasi, agar bular rostli bir-birini sevgan bo'lsa, men qandoqmi yoq deyalayman. Siz qizimning ham onasi, ham ustozi. Siz bir nima deng. Sizga topshirdim. Qizim, ochiqdan eringiz bilan ketishni xohlamsiz? Agar bu to'y bo'ladi bo'lsa, qizim, bildim ma'noda. Deginingiz qaraganda, qizim, qiyinchiliklardan qo'rqayotgan o'xshamamsiz. Qiyinchiliklardan va qiyin turmushdan qo'rqmaydi.
Сәпәрдімі қоқмайды. Ana, aldımda qiyin bir yol бар. Sultanның va padişahның besimlerinden aramqıda bulamadım. Davamlı o'qib, yezishim kerak. To'xtamay safarga chiqaman. Uning qabul qilmag'iniga hayron qolmasligim kerak. Bu dunyoda bir qancha kitobdan boshqa hech qanday mol-mulkim yo'q. Va nurg'un bilimlar. Qizim mol dunyo talab qilmaydi. Undaqda nim talab qildi? Qizim, o'zingiz javob bering. Nimadan ansirayotsiz? Aytay. Safardan, mengishdan, zindondan, zulmdan qo'rqmayman. Ustoz, uning mangan yo'lga to'salg'i bo'lib qolishimdan qo'rqaman. Ilm elish yo'lg'imi to'salg'i bo'lib qolaman. Uning bilan mansam, uningga yuk bo'lib qolaman. Ma'musam ham shundoq. Onunğa aytib qo'ying, bir kuni cho'qim qaytib kelaman. Qizim, bir kuni yenib kelaman deydi. Uning tanlagan yo'ldan voz kechishi mumkin emas. Onunğa deb qo'ying. Qaytib kelish uchun qo'limdan kelish tirishiman. Deydi-ki, qaytib kelish uchun qo'ldan kelishcha tirishidi ekan. Siz ko'p o'qib, ko'p yozishingiz kerak. Tanlagan yo'lingizda sizga to'salg'i bo'lsam bo'lmaydi. Hayot qanchalik uzun bo'lsa-mu, siz uchun nihoyat qisqa. Safaringizda sizga yuk bo'lib qolman. Biz kichik vaqtimizda bir-birimizni yaxshi ko'rgan. Endi buni unutib, yo'lingizni davom qiling. Meni kechiring ustoz. Meni kechiring. Mendek bir ayolingizning va yo'l hamroyingizning bo'lishi sizga qiyinchilik tug'dirdi. Men uchun eng chong huzur hayotingiz bo'yicha davomli o'qib yozishingiz. Balki yozganlaringiz bir kuni menga tegishi mumkin. Allohga va tanlagan yo'lingizga bog'lanishingizni umid qilaman. U yo'ldan boshqa yo'lga burilmang. Meni kechiring. U menga to'salg'i bo'lmaydi. Ammo ana, ko'nglim menga Abu Alining taqdirida bir ayolning bo'lmaydiganligini da'vatidi.